Ödeki Xonxo gölünü hammamiz bilamiz-ku. Men u gölni tabiiy shakllangan deb qaraydim, undaq emasga. 60-70 yillardagi o'qituvchilar va o'quvchilar bir teshang bir ketmandan ko'lab barpo qilganka. Keskanlar xayli bo'lsin, yana o'xshashlar hikoyani anglashdan burun yurakni besib etib, Pinglu rayoniga gul yo'llab etib, anglashga boshlasanlar bo'ldi. Pensiyaga chiqqan bir o'qituvchining eslab berishicha, u 1963-yili Beyjing dashuni bitirib Xinjiang dashuga o'qituvchilikqa bilinibdi. O vaqtlarda dashu ichidagi yo'llar to'p yo'l, qishda qor yig'ib lay patqoqchilik, yozda to'p to'zonlar o'rlab mehnatchilik. 4 qavatlik kutubxona binosi mushu dashudagi eng egiz bino hisoblanadi. Sharoit shunchalik nachar. 1963-yili qish faslida Xonxo gölni ko'lash o'qitirishi tushirilib, sharoit yetarsiz bo'lg'achqa, o'qituvchilar bir teshang bir ketmandan gölni ko'lashga tushibdi. Ba'zi o'quvchilar yordamlashibdi. U qish faslida temperatura 0 dan tuman 20 gradus atrofida. Ular shu sug'oqda lay patqoq orsiq sakrab tushib, ko'lab yarim kecha bo'lganda dam ilib bir yerga yig'ilib o'ltirsa, yer ostidan dong 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 qilgan ovoz anglabdi. Bu vaqtda hammaylar qo'ldagi ketman teshanglarni tashlab damab o'ltirgan tursa, bu ovoz nerdan chiqayotgandi? Ovoz xuddi yer ostidan chiqayotgandekla anglandi. Ba'zilar qo'rqimsirab, yer ostida odam bormi nima deyishibdi. Shu yerdagi yosh kuchonroq bir buvoy beshini chayqab turib, yer ostida albatta odam bor, lekin ular o'liklar. Bu o'rin urush mezgilida nurg'un jasadlarni o'pchi debni qilayotgan joy debdi. Keynidagi 3-4 kun jarayonida ko'pchilikni surbisib, qo'rqib turayotgan bo'lsa-mu, ammo qurilishni kechiktirishga bo'lmaydi. Shunday qilib Xonxo gölni xili cho'nqur ko'lgandan keyin ko'l tagidan suv chiqib, bu ko'lmi muvaffaqiyatli holda barpo bo'ldi. Haliqi yarim kechalik ovoz bo'lsa, toki ko'l putib bo'g'icha davomli anglanib turibdi. Ko'lg'u putibdi, lekin shuningdan e'tiboran xili uzoq bir mezgil ko'l tubiga bir yog'och taxtaga mundaq eskartish yozilibdi. Qish faslida yarim kecha bilan ko'l bo'yida uzoq turishga bo'lmaydi. Ko'pchilik bu eskartishni ko'rib, "Nimishqa?" deb so'raydi, lekin bunga hech kim javob beramaydi. Shunday qilib bu ish ig'izdan ig'izga tarqalib, 1985-yilga kelganda bir o'quvchi ko'l bo'yida o'rganish qilib o'tirib vaqtning yarim kech bo'lib ketganligini his qilmabdi. U o'rganishini tugatib, soatiga qarag'an vaqtida allaqachon 11 dan ishib ketgan ekan. Sumkasini eslab yotoq binosiga ketib etib, Xonxo gölning yenidan o'tayotganda ko'l yuzida bir ovoz anglanibdi. Dong dong dong. Bu bola qadamlarini to'xtatib, ovoz chiqqan yerga yiqilishib, ko'l yuziga sapsilib qarashga boshlabdi. Ko'l yuzini nefis bir qavat muz qoplagan. Nimadan ovoz chiqayotganligini bilmay qarab tursa, to'yuqsiz ko'l tagidan bir qora soya asta ko'l yuziga o'rlab chiqib, yana ko'l tagiga cho'kib ketibdi. Buni ko'rgan o'quvchi qo'rqqandan yugurgunicha yotoqqa qaytib kelib, bir kecha uxlayolmay chiqibdi. Ertasi o'qituvchisiga bo'lgan ahvolni esa o'qituvchisi u degan beliq, ko'l yuzini garchi muz qoplab ketgan bo'lsa-mu, lekin ko'ldagi beliqlar hayot, sening ko'gining bir beliq deb javob beribdi. Ammo o'quvchi bunga qat'iy qoyil emasga. Chunki u ko'rgan u qarsoya har qanday beliqdan cho'ngka. Odamchilik cho'nglikda deyishkin bo'ldi. Keyindan bu o'quvchi maktab bitirib, mushu o'z o'qigan maktabga o'qituvchi bo'lib ishga tushibdi. U doim o'zining o'quvchilariga yarim kechida Xonxo gölning atrofida aylanib yurmaslik to'g'risida eskartilgan. O'quvchilari sababini so'rsa, "Chunki men o'z ko'zim bilan ko'rgan" deb javob berdi. 2024-yili 9-oyda Xinjiang universiteti 100 yillik tabriklash faoliyati o'tkazibdi. U kuni Xonxo gölü atrofidagi o'rmonlikda ba'zi o'quvchilar faoliyatga tayyorlik qilib deklamatsiyalarni yodlayotgan vaqtda bir o'quvchi ko'l bo'yiga kelib, Sonay bilan davlat muzikasini o'rindashga boshlabdi. Ko'l bo'yida musiqani so'zlab bergan shu muallimi bor ekan. Shu muallim shunday chiroyli to'lqinlayotgan ko'l yuziga qarab, 1963-yili ko'l ko'lgan vaqtlar esi kelib, ko'ziga issiq yosh kelib, shu vaqtda birga ko'l ko'lashga qatnashgan ba'zilar allaqachon bu dunyodan mangulik xo'shlashdi. Ba'zilar jiroqlarga ko'chib ketdi. Yana ba'zilar bo'lsa mushu ko'lni cho'gilab hayotining yarimi o'tib ketdi. Ko'l atrofida o'rganish qilgan o'quvchilar, muhabbatlashgan yoshlar hammasi har yil o'zgarib turdi, debdi yendiki xizmatdoshiga. Xizmatdoshi qiziqib so'rab, "Undaq bo'lsa, hiliqi ovozchi?" debdi. Shu muallim birdan teptinishtirib aytgandan keyin, "U texich bor" deb javob beribdi. Men kichik vaqtimda shu Xonxo gölü to'g'risida anglagan bir rivoyatlarni sizlarga so'zlab beray. Kichik vaqtimizda u Xonxo gölda g'alati maxluq bor deyiladida, biz ashta anglaydik. Men kichik vaqtimda Shonglilu xabar cho'ng bo'lgan. Biz ba'zida mahallada o'ynaydigan o'yin topolmay qolsaqmi, shu Xonxo gölning atrofida piqrab cho'gilab, beliq sun'iy dog'larga chiqib degandek o'ynaydik. Bir yoz vaqti tushdan keyin bir yaqin do'stim bilan shu Xonxo gölning atrofida yursak,
Keynimizden bir aciş uşqandek yügürep binimizde ötüp ketdi-de, keynidilla bir monca akkaşlar, acişlar, voy palani deb beliq acişning ismini to'g'lab yügürep kelyotidi. Eng beshida yügürep ötüp ketgan acişmiş yügaginicha ko'lning oyoq tarafiga kelib o'zini itib oldi. Men do'stim bilan ikkimiz bu ahvoldan hong-tong bo'lib, shu joyimizda midirlamay qarab turibla qoldik. Keynidan bir o'g'il o'quvchi u qizlarni izlab qutuldirma deb u ko'lga tushib, uni topolmay yenib chiqdi deyman. U qizlar sehrvaga ya amdi o't cheplar shunda quyuq bir yatdi. Shunda jiq qumushliq bordi ko'l yuzida. Bu vaqtlardagi muhabbatlar bek sapmo qandoq, shundoq to'larog'i qiz o'quvchilarninki shu ko'lga o'zini itib oldigan ishlari bek jiq ko'rildi ekan to'q. Bu ko'lda amdi g'alati maxluq bor deb atildi ekan to'q. Chunki amdi bu ko'lga o'zini tashlab olgan odam 90% atrofida amdi qutuldirg'ul bo'lmaydi ekanchu. Buni tushuntirgil bo'ldi, chunki ko'lning ostidagi o't cheplar va quyuq qambak igiz bo'lg'achqa, amdi u yerga tushib ketganlar put qo'llarini o't cheplar o'rib olib, bog'lab olib, ustiga o'rlab chiqolmay qolsa, ma qutqizishga tushganlar amdi ko'rolmay, qutuldirolmaydigan gap. Lekin o vaqtlarda ko'lga sakrab olganlar odam asosan degidek yo'qib ketgan bo'lg'achqa, mushu ko'lda odam yeydigan maxluq bor deydigan shunday bir gap bordi. Sizlarningmi Şinjan'da şuki Xonqo ko'l to'g'risida anglagan yoki bilganlaringlar bo'lsa, ayrimxonga yoki inkas rayoni qoldirib qo'ysanglar bo'ldi. Vaqt munosabati bilan bugungi hikoyamiz oyoqlashdi. Xayr xo'sh. Haris eng oxirida bir eskartish berib qo'yay. Mening hikoyamni anglag'usi bor. Yigitlar, o'g'illar, men qalaymiqan uchur yozmanglar. Ma'abdingiz bormi, to'y qilganmi, paranchayli u bu deb. Udulloh haqiqatmi?